Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim masalani sodda tilda tushuntirib bermoqchiman. Bu xabar har bir pensiya oluvchi, nogironlik nafaqasi oluvchi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi va ularning oila a'zolariga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta yangilanmagan telefon raqami yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan ariza pensiya to'lovining kechikishiga, noto'g'ri hisoblanishiga yoki vaqtincha to'xtab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kanalda pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning oilalari uchun eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Bugungi mavzuda men nima o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi va eng muhimi, pensiyangiz bilan muammo chiqmasligi uchun bugun nimalar qilish kerakligini batafsil aytaman. Avval ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mahalla, tuman pensiya bo'limi va bank orqali qo'lda tekshirilar edi. Pensionerning yashash manzili, pasport ma'lumoti, ish staji, plastik karta raqami, ishonchnoma orqali pul olishi yoki boshqa nafaqa turi ko'pincha alohida hujjatlar asosida yuritilgan. Biror o'zgarish bo'lsa, masalan, pasport almashsa, yashash joyi o'zgarsa, karta muddati tugasa, odamning o'zi bo'lib xabar bermasa, tizim buni darhol bilmasligi mumkin edi. Endi esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi, banklar, soliq, fuqarolik holati dalolatnomalari va boshqa ma'lumot bazalari bosqichma-bosqich elektron shaklda bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ortiqcha qog'oz kamayadi. Ko'p ma'lumot avtomatik tekshiriladi. Ayrim hollarda odam idora yurmaydi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar elektron bazada siz haqingizdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, eski bo'lsa yoki bir-biriga mos kelmasa, pensiya to'lovida savol paydo bo'lishi mumkin. Men mutaxassis sifatida eng ko'p uchraydigan muammolarni ko'raman. Masalan, pensioner pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolgan, yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxat manzili yangilanmagan, yoki karta muddati tugagan, pensioner esa pul tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida pensiya jamg'armasi pulni o'tkazgan bo'lishi mumkin, lekin bank kartasi faol emasligi uchun mablag' yetib bormaydi yoki yechib bo'lmaydi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, hozir nafaqa va pensiya masalalarida shaxsiy ma'lumotlarning aniqligi juda katta ahamiyatga ega. Telefon raqamingiz, bank kartangiz, pasportingiz, yashash manzilingiz, ish stajingiz bo'yicha ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Agar farq bo'lsa, tizim to'lovni to'liq to'xtatadi deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Lekin tekshiruv, aniqlashtirish, qayta hisoblash yoki qo'shimcha hujjat so'rash ehtimoli ortadi. Birinchi navbatda kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerak? Men birma-bir tushuntiraman. Eng avvalo yaqinda pasportini, ID kartasini yoki familiyasini o'zgartirgan pensionerlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin yoki boshqa sabab bilan familiyasi o'zgargan bo'lsa, uning eski hujjatlari pensiyada boshqacha, bankda boshqacha, fuqarolik bazasida boshqacha chiqishi mumkin. Bunday holatda men pensiyamni olib yuribman-ku deb beparvo bo'lmaslik kerak. Chunki muammo darhol emas, keyingi tekshiruvda yoki qayta hisoblashda chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh, plastik kartasi muddati tugagan yoki kartasini almashtirgan pensionerlar. Oddiy misol. Otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasining muddati may oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. Iyun oyida pul tushmaganday ko'rinadi. Farzandi bankka borib tekshirsa, karta faol emas. Bu yerda pensiya jamg'armasini ayblashdan oldin bank kartasi ishlayaptimi, SMS xabarnoma ulanganmi? Karta raqami pensiya tizimida yangilanganmi? Shuni tekshirish kerak. Uchinchi guruh, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Masalan, onaxon yura olmaydi. Uning pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnomaning muddati tugasa yoki hujjat notarial tartibda yangilanmasa, bank yoki tegishli tashkilot pul berishda to'xtab turishi mumkin. Bu pensioner puldan mahrum bo'ldi degani emas. Lekin hujjat to'g'rilanmaguncha amaliy muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun ishonchnomaning sanasini albatta tekshiring. Ayniqsa, keksa ota-onasining pensiyasini olib beradigan farzandlar bu masalaga mas'uliyat bilan qarashi kerak. 4-guruh, ish staji, ish haqi ma'lumotlari yoki arxiv hujjatlari bo'yicha pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin bo'lganlar. Ko'p pensionerlar bir paytlar kolxozda, zavodda, maktabda, shifoxonada
qurilishda yoki boshqa tashkilotlarda ishlagan, lekin eski ish joyi yopilgan, arxi boshqa joyga o'tgan, hujjatlarda ism sharif bir harf bilan farq qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Bunday kichik farq ham hujjatni tasdiqlashda qo'shimcha savol tug'diradi. 5-guruh chet elga vaqtincha ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner O'zbekistondan tashqarida uzoq bo'lsa yoki ro'yxatdagi manzilda yashamasa, ayrim hollarda yashash holati, hujjatlarning amal qilishi, bank operatsiyalari bo'yicha tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil qo'yda degani emas, lekin uzoq muddat aloqasiz qolish, telefonni o'chirib yurish, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni har oy muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasportingiz amal qilayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda va faol bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Kamida bir marta ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ying. Chunki bugun muammo yo'q bo'lsa ham ertaga karta muddati. Hujjat yangilanishi yoki qayta hisob jarayonida savol chiqishi mumkin. Keling hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 68 yoshli otaxon 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U kartasini yo'qotib qo'yadi va bankdan yangi karta oladi. Lekin yangi karta ma'lumotini pensiya to'loviga bog'latmaydi. Keyingi oy pensiyam tushmadi deb xavotir bo'ladi. Aslida eski karta yopilgan. Yangi karta esa tizimga kiritilmagan. To'g'ri yo'l bankdan karta ma'lumotini olib, pensiya bo'limiga yoki tegishli xizmat orqali yangilash. Ikkinchi misol, onaxon nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy ko'rik muddati bor. Lekin oila a'zolari bu sanani unutadi. Belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tish kechiksa to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin odamlar nega pul to'xtadi deb hayron qoladi. Sabab esa oddiy. Tasdiqlovchi hujjat vaqtida yangilanmagan. Shuning uchun nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar tibbiy hujjatlar sanasini alohida daftar yoki telefonga yozib qo'yishi kerak. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba bor. U Orenbexi yoshdan oshgandan keyin o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, to'lov bo'yicha savollar tug'iladi. Bu yerda ham asosiy masala bitta. Hujjat o'z vaqtida taqdim etilishi kerak. 4-misol, ayol kishi 30 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yil staj hisobga olingan bo'lishi mumkin. U baribir endi kech deb yuradi. Aslida ayrim hollarda qo'shimcha arxiv ma'lumotlari topilsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'ladi. Bu darhol katta pul qo'shiladi degani emas, lekin qonuniy asos bo'lsa harakat qilish kerak. Masalan, oyga 100 ming so'm qo'shimcha ham yiliga 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqatga katta yordam. Endi e'tibor bering. Eng ko'p xato qilinadigan nozik joylarni aytaman. Birinchi tuzoq. Menga qo'ng'iroq qilishdi. Pensiyangiz oshadi, karta raqamingizni ayting degan firibgarlik. Hech qachon karta pin kodi, SMS kod, mobil ilova paroli, karta orqasidagi maxfiy raqamni hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kodni so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. Ikkinchi tuzoq, begona odamga kartani berib qo'yish. Ba'zi pensionerlar kartasini qo'shnisiga, qarindoshiga yoki tanishiga berib qo'yadi. Pulimni olib kelib beradi deb ishonadi. Ammo karta orqali kredit, qarz, to'lov yoki boshqa operatsiyalar amalga oshirilsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Karta sizning nomingizda bo'lsa, javobgarlik ham sizga bog'lanadi. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, rasmiy ishonchnoma, bankdagi qonuniy tartib yoki yaqin qarindosh bilan xavfsiz usulni tanlash kerak. 3-nozik masala. Ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan odam menga ko'proq pul tushdi, demak davlat berdi deb o'ylaydi. Lekin agar tizim xatosi, hujjatdagi kechikkan ma'lumot yoki noto'g'ri hisob sabab ortiqcha to'lov bo'lsa, keyinchalik bu pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, darhol aniqlashtiring. Masalan, odatda 1 million 300 ming so'm olasiz. Birdan 300 million tushsa, bayram ekan deb ishlatib yubormang. Avval sababini biling. 4-masala pensiya oshishi haqidagi mish-mishlar.
internetda hamma pensionerga falon miqdorda qo'shimcha pul beriladi. Bugundan boshlab hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi degan xabarlar ko'p tarqaladi. Men doim aytaman, rasmiy manbani tekshirmasdan ishonmang. Pensiya miqdoridagi o'zgarishlar odatda rasmiy qarorlar, farmonlar yoki pensiya jamg'armasi va davlat organlari axborotlari orqali e'lon qilinadi. Telegramdagi noma'lum kanal yoki audio xabar asos bo'la olmaydi. 5-masala ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqiy yashash joyi farqi. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Samarqandda farzandinikida yashaydi. Bu o'z-o'zidan muammo degani emas. Lekin rasmiy xat, tekshiruv, hujjat chaqiruvi eski manzilga ketishi mumkin. Keyin pensioner xabar topmay qoladi. Shuning uchun telefon raqami doim faol bo'lishi, yaqinlari esa rasmiy xabarlarni kuzatib borishi kerak. 6-masala vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda nozik va og'ir mavzu, lekin aytishim shart. Agar pensioner vafot etsa, uning yaqinlari bu holat bo'yicha tegishli tartiblarni bilishi kerak. Vafotdan keyin noqonuniy ravishda pensiya mablag'ini yechib olish katta muammo keltirib chiqaradi. Ayrim hollarda dam puli, olinmay qolgan pensiya yoki meros tartibidagi masalalar qonuniy hal qilinadi. Lekin kartadan yashirincha pul yechish to'g'ri yo'l emas. 7-masala pensiya tayinlashda ish stajining to'liq hisoblanmagani. Ko'p odamlar eski hujjatlarni saqlamagan. Mehnat daftarchasi yo'qolgan, ish joyi tugatilgan. Arxiv qayerdaligi noma'lum. Bunday vaziyatda darhol taslim bo'lish kerak emas. Avval eski tashkilotning huquqiy vorisi bormi? Tuman yoki viloyat arxivida ma'lumot bormi? Mehnat daftarchasining nusxasi bormi? Buyruq, maosh vedomosti, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davri bo'yicha hujjatlar bormi? Shularni tekshirish lozim. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilayotganini ko'ring. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki almashtirilgan bo'lsa, yangi ma'lumotlar bankda va pensiya bo'yicha bazalarda mosligiga e'tibor bering. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH raqami, manzil kabi ma'lumotlarda xato bo'lmasligi kerak. 2-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? Mobil ilovada qarz yoki cheklov yo'qmi? Bularni bankdan so'rang. Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya to'lovi aynan qaysi kartaga bog'langanini aniqlang. Karta almashtirish oddiy ishdek ko'rinadi, lekin pensiya to'lovi bilan bog'liq bo'lsa, albatta tekshiruv talab qiladi. 3-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Ko'p xabarlar SMS orqali keladi yoki aloqa uchun telefon kerak bo'ladi. Agar raqam farzandingiz nomida bo'lsa ham, doim ishlaydigan, yo'qolmaydigan, o'chib qolmaydigan raqam bo'lsin. Raqamni almashtirsangiz, bankka va kerak bo'lsa, pensiya bo'limiga xabar bering. 4-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilganda tayyor bo'ling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, plastik karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, ishonchnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki vaziyatingizga tegishli boshqa hujjatlarni oling. Menga tushuntirib bering deb umumiy aytishdan ko'ra, aniq savol bering. Pensiyam nima sababdan kechikdi? Karta ma'lumoti yangilanganmi? Stajim to'liq hisoblanganmi? Qayta hisoblash uchun qaysi hujjat kerak? 5-qadam, ariza yozishni o'rganing. Arizada ism sharhingiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, murojaat mazmuni aniq yozilishi kerak. Masalan, mening pensiya to'lovim falon oyda kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman yoki mehnat stajimga falon yillardagi ish davrini qo'shib qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. Ariza berganingizda ro'yxatga olingan raqam yoki tasdiq nusxasini olib qoling. Bu keyin murojaatni kuzatish uchun kerak. 6-qadam, rasmiy kanallardan foydalaning. Tuman pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi, bank filiali, rasmiy ishonch telefonlari va rasmiy saytlar orqali ma'lumot oling. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Lekin har qanday odamga hujjat va karta ma'lumotlarini berib yubormang. 7-qadam, har oy pensiya tushganini nazorat qiling. Odatda qaysi sanalarda tushishini bilib oling. Agar 1-2 kun kechiksa, darhol vahimaga tushmang. Bank operatsiyalari, dam olish kunlari yoki texnik jarayonlar bo'lishi mumkin. Lekin uzoqroq kechiksa, bankdan boshlang, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Chunki muammo qayerda ekanini aniqlash kerak, pul o'tkazilmaganmi? Karta ishlamayaptimi?
hisob bloklanganmi yoki hujjat talab qilinyaptimi? 8-qadam, keksa ota-onangizga yordam bering. Farzandlar bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, iltimos ota-onangizning kartasi, pasporti, telefon raqami, ishonchnomasi, tibbiy hujjatlari va pensiya miqdorini bir marta tekshirib bering. Ular ko'pincha bolamni bezovta qilmang deb muammosini yashiradi. Keyin esa bir necha oy o'tib masala kattalashib ketadi. Oldindan tekshirish eng oson va eng arzon yo'l. 9-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Agar kimdir telefon qilib pensiyangiz oshishi uchun SMS kodini ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Agar kartangiz blok bo'ladi. Hozir ma'lumot bering desa ishonmang. Bankka o'zingiz rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Pensionerlar firibgarlar uchun eng zaif guruh hisoblanadi. Chunki ular davlat organi nomidan gapirilsa, tez ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun har bir oilada bu qoidani tushuntirish kerak. 10-qadam, hujjatlarni tartibga soling. Uyda alohida papka qiling. Unga pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, bank shartnomasi, ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnomalar va muhim telefon raqamlarini joylang. Har bir hujjatning sanasini ko'rib chiqing. Shu oddiy tartib kelajakda ko'p yugur-yugurni kamaytiradi. Yana bir muhim tavsiya, pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz bo'lsa, hamma shunday olyapti deb qo'ya qolmang. Har bir odamning pensiyasi uning staji, ish haqi, imtiyozlari, toifasi va boshqa holatlarga qarab farq qiladi. Qo'shningiz 2 million olsa, siz 20 million dars ming olishingiz albatta xato degani emas. Lekin sizda qo'shimcha staj yoki hujjat bo'lsa, tekshirib etirishga haqqingiz bor. Savol berish uyat emas, o'z haqqingizni bilish zarur. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiyangiz o'z vaqtida va to'g'ri kelishi uchun hujjatlaringiz, bank kartangiz, telefon raqamingiz va pensiya ma'lumotlaringiz tartibli bo'lishi kerak. Hozir ko'p jarayonlar elektronlashmoqda. Bu qulaylik beradi, lekin ma'lumotdagi xato tezroq ko'rinadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun bugunoq pasportingizni, kartangizni, ishonchnomangizni va zarur hujjatlaringizni tekshiring. Agar sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, stajni qayta hisoblash yoki nafaqa bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar bir qarashda oddiy ko'rinadi, lekin vaqtida bilinsa, pensionerning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi.